Assalomu alaykum, qadrdonlar, hammasi omonmi? Bizlarning planlarimiz vobshem boshqacha bo'lib ketdi. Bizlar hozir Qozog'istonning Jarkent tumanidagi avtovokzaldamiz. Xo'sh, endi mashinada mashinada yurmaymiz. Avtobusda Xitoyga qarab Xargos shahriga o'tmoqchimiz. Planlarimiz ozgina o'zgarib ketdi. Xo'sh, bu yoqda avtobusda yurilar ekan o'tish uchun. Xuddi Rossiyaga o'xshab chegaraga borganingizda siz peshkom o'tib keta olmas ekansiz, piyoda qanaqadir mashinaga biriktirilgan holatda o'tishingiz kerak ekan. Mana vokzalni ko'rinishi. Mana shu avtobuslardan xos. Bileti 5000 tanga ekan. Xo'sh, o'zimiz pulga 75 mingmi shunaqa bo'ladi. Afshim o'chirdi ekan, ba'zirov oldik. Kechasi mana shu yaqin joyda qoldik, mashinada qoldik bu safar. Xo'sh, mana o'chirdi. Talpa to'polon. Xo'sh, qadrdonlar, endi bu yog'iga nima bo'ladi? Allohga tavakkal. Endi ketyapmiz hozir. Avtobusga chiqamiz. Chegaradan o'tib ketamiz. Hali o'tkazami, o'tkazmaydimi bilmaymiz uni ham. Yo'da nima bor uni ham bilmaymiz. Hammasi yaxshilikka. Endi asosan YouTube'ga qo'yamiz endi bu yog'ini. Instagramga emas. Eson omon xudo xohlasa Xargos granitsasidan o'tib oldik. Mana orqa tomonimizdagi Xargos granitsasi. Xo'sh, bu tomonni Xargosga kirish tomoni. Shunday binolarni cho'tki qilib qo'ydik. Xo'sh, savollar so'raladi. Qanaqa chegarada nima muammo? Xudo xohlasa hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q, problema. Hammasi cho'tki. Bizlar Qozog'istonda Jarkent rayonidan avtobusga o'tirib keldik.
undan oldin mashinada chegaraga keluvdik, granitsaga biz o'zbek mashinasida o'tkazmas ekan. O'shaning uchun granitsadan yana qaytib Jarkent tumaniga borib, o'sha joydan avtobusga bilet olib keldik hozir bu joyga. Viza so'ramaydi. Xo'sh, kelganimizdan chegarada hech qanaqa to'lovlari yo'q. Faqat 4000 tangaga bitta sim karta oldik, chunki sim kartasiz hech qayerga borib bo'lmaydi lokatsiyasiz. Xo'sh, manzara vashim bomba. Endi Xorg'uzni aylanamiz, Xorg'uzda ko'ramiz qayerga borishdi. Yana nimalar haqida gapirib bersam, endi bu yog'ini ko'raveramiz. Yonimizda nima chiqadi. Bundan oldingi borgan joyimiz bu Xorg'uzda yopiq zona ekan. Qanaqa tushuntirsam, yopiq zona, unga hech qanaqa hujjatdan hech qanaqa pechatlar ham urilmaydi. Masalan, hozir bu granitsadan o'tishingiz uchun sizni pasportingizga pechat uriladi, kirdi chiqdi bo'lishi kerak. Biza birinchi borgan joy Xorg'uz erkin zonaga, u yog'iga pechat ham urilmas ekan. Xo'sh, 3000 tanga to'lar ekansizda, o'zi Xorg'uzda zonasiga olib borar ekan. U yoqda ham savdo komplekslari bor, zdaniyalar ko'p, lekin u yerdagi muhit bizga uncha yoqmadi. O'shaning uchun granitsadan kirishga qaror qildik. Xo'sh, mana Xitoyning bayroqlari. Endi bu yog'ini ko'ramiz, yonimizda nimalar chiqadi. O'shaning uchun rejalarimiz ozgina o'zgarib ketdi. Kuzatib boramiz qadrdonlar. Oh. Shahar mana shunaqa ko'rinishda. Issiq ekan lekinda. Zdaniyani yorib qo'yibdi lekin. Mana bu yerda suv bor ekan, suvga qaraychi hozir. Keyin bular hazırlashaman. Sizlarga shab vodiylar biz O'zbekistonda ishlab mashina sig'may qoladi bir kunda o'zida. Va shu bosib ana o'sha Marujniga keldik. Bizlar mana shu gazetaga kelib joylashdik. Hozir ichkari tomonni ham ko'rsataman. Mana qadrdonlar, Xitoydagi gazetamiz. Akshim ajoyib ekan. Manzaralari eng zo'r tomoni. Brikda
Chichotka. Yana taroq. Taroqlari ham bor ekan, hammasi. Shampun. Ne qochasan ne? Bizi qo'yib berasiz. Xo'sh, qadrdonlar, mana Xitoy yuani. O'zimizni pulga 1800 so'm bo'lar ekan. Bir dona, 1 yuanga. Kechki Xargusdan alangalik salom. Xo'sh, bizlar kechki Xargusda aylanishga chiqdik. Ajoyib narsalar bor ekan. Xo'sh, bu joy Xargusda eng asosiy ko'chasi kechki bozor deb nomlanar ekan. Kechki bozorda hamma mana shunaqa odamlar ko'pchiligi kunduz kuni ishlaganligi uchun kechki payt bozorga chiqar ekan. O'shaning uchun kechki payt kechqurun soat 2 gacha mana shu joyda bozor bo'lar ekan. Xo'sh, bundan tashqari ko'p narsalar bor ekan. Hozir sizlarga ikkita narsani ko'rsatmoqchiman. Bu bilyard. Mana bu yerda kompyuterxona bor ekan. Endi bular juda mukkasidan ketganga o'xshaydi kompyuterga. Hozir ko'rsataman. Shahar lekin o'ta go'zal ekan mana. Bu tomon ham oxirigacha sotuvchilar, bu tomonda ham sotuvchilar. Kunduz kuni asosan 10% ishlar ekan. Asosan kechqurun ovqatlanadigan joylar hamma narsa kechki payt. Mana. Bilyard. Xo'sh, biz hozir Gashsaga joylashdik. Kechki payt Gashsaga boramiz. Hozir sizlarga kompyuterxonani ko'rsatmoqchiman. Odam boyagidek boshqa muhitga tushib qoldi, o'shaning uchun. CS:GO, balobatda hamma narsani o'ynar ekan. Uni yaqin qo'yganini, kresolari ham u neobichniy odamni charchatmaydigan qilib qilingan. O'tiribdi mana nimalarnidir kutib. Mashim katta ekan. Shunaqa gaplar, qadrdonlar. Bu bilyardxona ekan. Endi narx-navolarni so'ramadim, chunki bizga bilyard o'ynash uchun kelmaymiz. Agar mana shu joyda nimadir chiqsak ekan, boshida dam oltirish uchun, miyani sovutish uchun kelishimiz mumkin. O'shaning uchun narxlarni so'ramadim. Kompyuterda ham. Mana, yo'qda. Narigi tomondan kirib chiqdim. Shunaqa gaplar, qadrdonlar. Xitoyni Xargos shahriga yetib keldik. Birinchi borgan joyimiz u yopiq zona edi. Xudo xolasa shahar ichiga kirdik. Shahar vashim zo'r ekan, havo top-toza, tinch shahar. Biri bilan biri ish yo'q. Endi sizlarni narx-navolar bilan tanishtiramiz. Ketdik. Xo'sh, shaharda asosan kechki payt odamlar mana shunaqa bozor bor ekan, soat 2 gacha bo'lar ekan. Har xil narsalar bor, atirlar bor, oyoq kiyimlar. Odamlar nimani bo'lsa sotyapti. Ko'proq qozoqlar bor ekan bu yerda, xitoyliklar ham juda ko'p agar. Qani yuraveramiz.
Oyoq kiyimlar. Ish pul bu. 85 tanga ekan. Sifati yaxshiga o'xshaydi endi. Zo'r emas baribir. Sifati yaxshi. Yuramiz endi bu yoqqa qarab. Oyoq og'rigan nima bo'lgan bo'lsa, massajchilar ham bor ekan. Mana bu yerda anaqa. Короче, pul shilishda. Bitta knopka bor ekan, knopkani bosasizlar, shu har xil nomerlar turibdi, nomerlar ustida sovg'alar turibdi. O'sha sovg'a birontasini yutasiz. To'lov bilan o'ynaykansiz. Endi bu bozor asosan meni o'ylashim bo'yicha mana shu xalq shu yerda yashaydigan odamlar uchun anaqa qilingan. Bu yerdan nimadirni olib ketish, Optimga yo unaqa. O'zbekmisiz aka? Ha? Qozoqmisiz? Aka qozoq ekan. Xo'sh, bu tomonda har xil oziq-ovqatlar bor. Yur. Har xil oziq-ovqatlar bor, ovqatlar. Nima edi? Uyg'urcha, milliy, tepalarda ham bor ekan ovqatlar. Ana halol ovqatni topsa bo'ladi. Ular mana ichyapti, yeyapti. Mana bu bitni qarang, bitni. Chotki hamma tomon, ko'rinishini qarang mana bu tomonlarni. Zo'r. Kelib bemalol aylanib tomosha qilsa bo'ladi. Endi juda ham professional bloger emasman. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Yuraveramiz. Xo'sh, 15 yuandan 15元，充电器15元。 powerbanklar bor ekan. 一个15元。 Ishlatilgan, yangi emas. Har xilchasi bor ekan. Bizga powerbank kerak emas. Mehmonxonada zaryadga qo'yib olamiz telefonlarimiz. Qozoqlar ko'p. Uyg'urlar bor. Atirlar, pichoq. Endi nima bo'lsa sotar ekan bular ham. Ochkilar bor. Sizlarga nimalarni aytsam ekan? Nimalar narxlar qiziq? Mana boyaga aytayotgan o'yinim. Xo'sh, mana raqamlab qo'yilgan. Mana knopkani bosamiz. Qaysi yutuq chiqsa, o'sha yutuq sizniki. Ularga qiziq bo'lsa kerak, lekin bizga qiziqmadik. Naski 3 yuan. Yomon ko'p naski sotiygan bular ham. Yuvmasa kerakdir-da bular ham. Endi sizlarni bir ikkita bu tomonda kiyimlar bilan bitta tanishtirib o'taman. Kelamiz. Mana bu tomon 50 yuan ekan, mana bu narsalar. Sifati yaxshiga o'xshaydi. Yana ham bilmadim. Video sal g'alati ekan, ko'z ko'rinishi. Xo'sh, 50 yuanimiz. Narxlarini so'mga chaqadigan bo'lsak, 50 yuanimiz o'rtacha 1800 so'm ekan 1 yuani. Shunda 50 yuaningiz 90 ming so'mga aylanadi. Hech
yuan ekan. Shu 90 mingdan sal qimmatroq bo'ladi 65 yuani. Yuraveramiz. Endi bu tomonda bu futbolkalar, dvoykalar bor ekan. Nech pul? Xo'sh, 135 yuan ekan. Mana dvoykamiz. 135 yuanni hozir kalkulyatorga tashlab hisoblab beraman. 135 ni ko'paytiramiz 18. Xo'sh, 243 ming so'm ekan. Kim nima deydi? Qimmatmi, arzonmi? Xo'sh, ichki kiyimlar ichmay qiziq bo'lmasa kerak, ichki kiyimlar. Xo'sh, mana bu detskilar 20 yuandan. Xo'sh, 20 yuanimiz 18 ming, 36 ming so'm. Paxtaga o'xshaydi. Mana bular 10 yuandan ekan. 10 yuanimiz 18 ming so'm. Xo'sh, bu tomonda telefon sotadigan joylarni ko'rmadik. Bitta magazin chiqdi, Oppo magazini. Unda faqat Oppo telefonlari bor ekan, iPhone, Samsunglar yo'q. Mevalar bor sotiladigan. Bo'ldi.